Hurmatli yaxshimisizlar? Mana bugun navbatdagi mototsiklga tanishib motovlogning motori bo'ladi. Ya'ni yer surakning motori motoblok deyiladi. Shuning motorini remont qilib, silindr bosib, polni taxlab berdik. Bu yoqda o'zining silindri, chiqqan silindralari, toza silindr qo'yib, buni bosib berdik. Tak hozir zavod edib ko'rsatib beramiz, qo'ldan kelgancha. Mana hurmatli obunachilar. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol telefon nomerlar qo'yamiz, pastelni ishlaymiz, xudo xolasa. Zapchastlarimiz bor. Motorni aytmasanglar, ya'ni uzoq viloyatdagi vatandoshlarimiz bo'lsa, taksidan jo'natib bersanglar bo'ladi. Pastel telefon nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya bosib qo'ying. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyin yana bir marta, yana bir eslatma. Hurmatli obunachilar, bu bo'ziq bo'ladi. Bo'ziqni ko'rgan bo'lsanglar, mana shu yerda Aptol yog'tiriladi. 50 gramga deydi, 100 gram solib qo'ysanglar ham bo'ladi. Buni aptol yeb ketishine sebep o'zing burungi motorinda, ya'ni silindrda aptol yegan, kamaytirgan. Shu sababli buni aslanma sababi mana shu changda yuradi bu motorlar, ko'pincha yer surganda chang bo'ladi. Bunga yog' solmay haydagan zavodga o'zining namlanib qolgan, bu yoqdan voziqdan azroq yog' sachrashi natijasida mana shunday ozgina yog' to'planib qolgan. Bunga yog' solinmagan, gapning ochig'i. Bunga 50 gram, 100 gram yog' solinglar. Kimda shunday motoblok, shunday motor bo'ladigan bo'lsa, mana shunday yog' solib qo'ysanglar, motoringiz ko'p xizmat qiladi. Mana shunday hurmatli obunachilar. Kimda kim shu o'yini ochib qaranglar, sirazi yog' solinmagan, may solinmagan, solinmagan bo'lsa, solib qo'yinglar.